Sizlar qani aka? Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. O'zbekiston Respublikasi Bo'ydoqlar jamiyatining raisi sifatida zombiga o'xshab yurgan barcha bo'ydoqlarni tutib, bo'ydoqlik safidan badarg'a qilishga qasamyod qilganmiz. Shunday ekan, har bitta bo'ydoqni kallasini 2 ta, oyog'ini 4 ta qilib sfarkalab, bu safdan qo'rqmay badarg'a qilyapmiz. Ushbu qilingan ishlarimizni video hisobotini kanalga qo'yib boryapmiz. Bemalol kuzatib, bo'ydoqlarga rahm qilmasdan kuzatishingiz mumkin. Ularni biz baribir tutamiz, quvamiz, badarg'a qilamiz. Buning uchun bizda baxt mashinasi yetarli, quvvatimiz ham yetarli. Tak что hushyor bo'lasizlar. Bizga unaqa qolib ketdi, yetib olamiz, iltimos degan gaplar aslo o't. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Srochni yangi qaror. Diqqat, hammani diqqatiga. Hushyor bo'lish kerak. Yangi qaror keldi. Hozirgi kunda ko'cha-ko'yda sang'ib yurgan, uylanish arafasida bo'lgan barcha bo'ydoqlar bitta-bitta tutilsin. Har bittasini uylanish chora-tadbirlari ko'rilsin. Safarda yurgan va bo'ydoq sheriklariga, uylanayotgan sheriklariga moddiy yordam ko'rsatgan va e'tibor berib turgan, uzoqdan tilaklar bildirib turgan barcha bo'ydoqlar rag'batlantirilsin. 2026-yil yakuniga qadar uylanmagan barcha bo'ydoqlarga moddiy yordam ko'rsatilsin. Ularga mahalla va 7lik birgalikda ko'mak ko'rsatilsin. Yaxshi qizlar topishda amaliy yordam berilsin. Xo'p, kuyonakarlarda juda ham tartibli, ozoda va chiroyli kiyinib, aktiv qatnashgan bo'ydoqlar aniqlanib, rag'batlantirilsin, faxriy yorliqlar berilsin. Ushbu qarorning ijrosi Akmaljonga topshirilsin. Ko'ryapsizmi qarorni? Shunaqa yangi qarorlar chiqyapti. Hushyor bo'lasizlar, nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Chekka-chekkada yurgan bo'ydoqlarni ham endi bee'tibor qoldirib bo'lmaydi. Hammasi birma-bir tutiladi. Tushunyapsizmi? Mana qaror. O'ylaysiz daftarda yozilgan deb o'ylaysiz. Mana daftar bo'm-bo'sh. Hammasi miyada yozilgan bu qarorlar. Tushundilaringizmi? Yetib boraman, hushyor bo'lasizlar. Oltariq Jo'rak qishlog'i mana 2-marta xudo xolasa kelyapman 3 kun ichida. Qarindoshlar to'yi mana xudo xolasa. Amakingiz bolalarida o'tgan safarga. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Uylangandan keyin zo'r bo'ladi-da. Siydetilimiz qanimi bu? Siydetil ketdi. O'zini mashinasidami? Bugun yakka-yakka qopizda bo'lmasam xudo xolasa. Nechinchi yilsiz? 2002lar. Bu yil sizlarni trendlayin ekan, to'g'risi 2001-2002lar trendlari ekan. 26 hamma uylanyapti-da, to'g'risi. Qanaqa bo'ldi endi tanishuv aka? O'tgan safar to'yga kelganimda uncha so'ray olmadim. Kelin bilan qanaqa qilib topishgansizlar? Ha, siz ham taqdirda jabrdiydas ekansiz-da. Xo'p, uydagilar topdi, haligi nimaga chiqasiz deylik uchrashuvga. Qanaqa bir taassurotlar bor? Yurak jiz aytadimi axir? Mana shu meniki, mana shu deydimi? Ilohim. Ilohim har doim shunaqa baxtli bo'lib, xushchaqchaq bo'lib yurishlik nasib qilsin. Oltariqda eng oldi insoni bo'lib yuring har doim. Hali ertalab bir turib qo'lingiz cho'ntakka tiqqanda ham $100 chiqarsin aka. Birinchisi o'g'il bo'lsin, raddomlarga ham xudo xolasa kelaylar. Hasan Husanlarni olib chiqqan. Ha, xudo xolasa ilohim. Sizlarga ham shunaqa bir chiroyli kunlar, shunaqa bir baxtli kunlar nasib qilsin ilohim. Hozir bitta kuyovda o'rtag'i aytib qoldi. Aka, hayajonni qarang, hayajonni. Shunaqa hayajon bo'ladi deb aytib qoldi. Haqiqatdan ham to'y kuni juda ham katta hayajon bo'ladi, lekin o'sha bir marta bo'ladi. Xolos umringizda u hayajon, u his-tuyg'u, kuyovlik bo'lish baxti deyiladi buni. Bundan hammamiz o'tganmiz, lekin o'tmaganlar tushunmaydi buni. Shunaqa his hayajon sizga nasib qilishini xohlaymiz. Shunaqa maza qilib yurishingizni xohlaymiz. Eyforiyada yurishingizni xohlaymiz. Tinch bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Kuzatib borganingiz uchun rahmat.